Assalomu alaykum. Beruniy beton quyish xizmati obunachilari. Beruniy Proda kolxoz markasidagi yana bir ishimizni bitirdik. Bu yerda Quronboy akaning uyida ishladik. Bu yerda quygan stoyashkamiz 120 kvadrat bo'ldi. Qalinligi 10 sm qalin bo'ldi, yuqori bo'lmadi. Bordyurimiz 35 metr bo'ldi. Balandligi 120, eni 30 dan 50. 30 sm enida bo'lib quyildi. Quygan yerlarimiz akşam bitirdik bu yerda. Tekstlari Burası bana bir yakıtıda var. Tekstlari buraya ketken haracet. 2 kamaz şibin, 2 kamaz 1 zil şibin ketdi, 1 zil butkamin. Bordyorning yeni 50 bo'ldi. Shuning uchun stoyashka qalin bo'ldi. 165 xalta sement, setka, plyonka обязательный tashaldi. Hammasi o'xshab ketgan xarajat 24 million so'm pul bo'ldi.